Quruq yuzga. Quruq yuzga. Bitta kitob bilan qaraman. Qachon, qaysi etapda qanaqa vaqtda ishlatilishini. Keyin tashqariga chiqamiz. Siz bularga ta'lim berasiz. Hamma narsa bor bizda. Boya tushuntirdim. Gidrani yog'li yuzga, yog'li emas. Bu quruq bilan ajinga ishlaydigan variant. Ammo bitta boya hamma sostavda o'rgatgan sigaretkalari, salisil kislotalari, retinol hammasi mana shu bor. Bularga moslab tayyorlaysiz. Men sizga tayyorlayman. Yog'li. Agar kojani yog'lanishini anaqa qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu ko'rsangiz bo'ladi. Polniy bu ingliz tilida yozilgan. Cleanser, maskasi, tonik kremlari, boya ko'rsatganim tonik qo'yibdilar. Keyin boya aytdim, sizga har bitta mahsulotda o'zining rangi bor. Чувствительный fruktga qizilda bo'ladi. Birinchi yuzlarni buzlanardi, to'g'rimi? Молодец. Undan keyin o'sha oileski yog'li buzlanardi. Вечерний bu. U bilan yuvadi. Undan keyin ba'zida skrab ishlatsangiz bo'ladi. Chunki yog'li-da. Bir vaqtingiz haftada. Undan keyin yugandan keyin tonik olaman. Benzin pudra chuqur tozalash uchun, karton ishlatish to'plari uchun vitamin C bilan mana boshqa Chanel'dan oldim. Ertalab kechqurungi tozalash o'qidi uchun. Bundan keyin buni yoki mana buni ishlatishlari uchun sizga tonik toner yo'q. Молодец. Kerak narsa yo'q. Aha. Usti matoviy bo'lsa, demak u matoviy effekt beradi. Agar usti glyansoviy bo'lsa, уже u glow effekt beradi. Glow bilan matni farqi bo'ladi. Misol, matoviy tonalka olasiz, qo'lingiz ichida baqib yig'ilib qoladi. Ba'zi nima ishlatiladi, ba'zi surganingizda tonalka boshqacha yotadi. Qo'lingiz ichiga surgan tonalka kirib qolmaydi. Ba'zilarni vazifa